Bilsami jonim, sen uchun hamma tayyormi? Yo'q. Faqat seni deyman o'dasan jonim. Jamiki narsani men muhayyo qilaman. Nima xohlaysan jonim? Eng pasta. Pastani. Bo'ldi, yes qilamiz. Jonim, chanqab ketdim. Mabodo sovib chiqolmaysizmi? Go'zalim, qanaqa suv ichasiz? Eng qimmatidan. Eng qimmatini bo'ldi, hozir yes qilamiz-da. Boshqa hech nima kerak emasmi? Qimmatingiz? Xo'p, hozir. Alo. Alo, Hoy jonim. Nigina, meni eshit. Men hozir ishdaman. Meni ishdan bo'shatishdi. Ishxonada kamomad chiqib qoldi. Hozir mashinamni ham olib qo'yishmoqchi. Menga yordam bergin. Ano hali tillalaring bor edi-yu, shuni sotib kamomaddan qutulay, bo'lmasa meni qamashib o'radi. Hech qanaqa tillalar sotilmaydi. O'zingiz aravezni, o'zingiz torting. Nima? Hali shunaqami? Axir o'sha tillalarni men o'zim senga olib berganman. Seni sudga beraman. Qamataman seni. Nima? Qamatasan? Agar sudga beradigan bo'lsang, xotiningga qilgan zulmingni internetga tarqatib yuboraman. Ko'ramiz, keyin kim qamatar ekan. Jamino. Kimdan gaplashyapsan, Guli? Ha? Qo'yavering. Adashib qolishibdi. Senga ko'pchilik adashib tushadi-da. Gapiring. Ketdikmi? Ketdingmi, Go'zalim? Ketdik.